spermogram va Pacruger degan narsa yo'q dunyoda. Eslangdan chiqmasin. Endi qaranglar, eski standartda sizlar qo'llaringga ko'pincha 81% lik keladi. Uni ham qaraydigan doktor juda kam. Boshi shumi? Akrosomasi shumi? Kallasining eni shumi? Dumi shumi? deb o'lchaydi. Qaysi joyda muammo bo'lsa, tagiga qarashni qizig'i yo'q. O'sha joydan tagi ishlamaydi degan. Chunki tepadagi muammoni tuzatishingiz kerak. Suv quyapsiz, suv pastgacha tushaveradi, mana bu yerda blok bor. Bo'ldi, aqiga o'tmaydi. Xo'p, endi morfologiya. Morfologiyani ham juda ko'pchilik xato qilamiz morfologiya haqida. Yana eslangdan chiqmasin, quloqlaringga chalinadi, xato bor. Spermogram va Pacruger degan narsa yo'q dunyoda. Eslangdan chiqmasin. Spermogram va Pacruger yo'q unaqa narsa. Ya'ni bunaqa tekshiruv yo'q. Lekin o'sha Namanganda ham qaysidir klinikasi bor, Farg'onada ham bitta klinika bor, Andijonda ham bor. Spermogram va Pacruger deb qo'yadi. Bunaqa test yo'q. Spermogramma 2021 XU yoki VOZ 2021 bor xolos hozirgi kunda. Endi qaranglar, eski standartda sizlar qo'llaringga ko'pincha 81% lik keladi. Uni ham qaraydigan doktor juda kam. Qaramaysizlar morfologiyasiga. Agar bu eski standartlar bo'yicha ham nima farqi desangiz, masalan deyman, ishxonaga kelganlarga aytaman, mana stolning ustida deyman. Nechta buyum turibdi? 100 ta buyum turibdi. Shu 100 ta buyumni qarachi nechtasi yaxshi? Bunday qaraysan 70 tasi yaxshi. 81% ligani shunga o'xshash baholash. Krugerda oti o'zi to'liq otida qat'iy morfologiya testi, qat'iy, strogi degani. U nima qiladi desangiz, har bitta buyumni oladida, buyum degani spermatozoid. Olib, buni bo'yni nechi, boshi nechi? Mana keyingi slaydimizda bor. Mana. Boshi shumi? Akrosomasi shumi? Kallasining eni shumi? Dumi shumi? deb o'lchaydi. Agar shularni ichiga tushmaydigan bo'lsa, bu yaroqsiz ekan deydi. Eski 2010da 3 ta norma deb qabul qilardi-da, o'shancha plus minus deganman. Hozir 2021 da 4. Buni bemorlar tushunishi uchun aytamanki, sani spermatozoiding morfologik jihatdan 2 baholayapti ekan, 1 baholayapti ekan, 0 baholayapti ekan, 5 baholayapti ekan deyman. Hamma tushunadi maktabda, chunki kimdir 2, kimdir 5 ga o'qigan. Ya'ni necha bo'lish kerak desam, 4-5 bo'lish kerak. Bo'ldi, bu ham 4-5 bo'lish kerak deyman. Bu yerda shunaqangiki, har bitta punktda qayerdadir men narusheniya bo'lsa, bunday qilib dumalab qolib qo'yaman-da, o'zi standart shunaqa butun dunyo. Agar siz hajmni normada emasa, hajm, taydayni qaramang, foydasi yo'q. Hozir aytib berdim, hajm kam kirdi, hamma spermatozoid o'lib ketdi. Xohlasa 100 tezlik bo'lsin. Shuning uchun qaysi joyda muammo bo'lsa, tagiga qarashni qizig'i yo'q. O'sha joydan tagi ishlamaydi degan. Chunki tepadagi muammoni tuzatishingiz kerak. Suv quyapsiz, suv pastgacha tushaveradi, mana bu yerda blok bor. Bo'ldi, aqiga o'tmaydi degan. Ya'ni tasavvur qilish uchun-da. O'shanga o'xshagan morfologiyasi shu. Buni ham talab qilib qo'ydirtirsalar ham bo'ladi. Alohida reaktivi bor, ki laborant borib buni o'qib kelish kerak. Ya'ni rivojlanaylik, boshqa qilaylik, tashxis qilaylik, yo'q biz endi mana shu bilan ketdik, oxirgacha ketaveramiz desa, kimdir kelib turib gapiradi, mana shunaqa noto'g'ri qilyapsizlar. Masalan, men kelganga, masalan, vrach haqida bemorgandaymiz, lekin kallangizga keladi-da, ha, mana uni bilmabdi, qaramabdi, ta'mini qaramabdi, bilmabdi. Men kelgan nechta joyga uchrading deyman, masalan. Boshqalar o'tirib olib barmoq bilan sanaydi. Eshmat akaga uchradim, Toshmat akaga uchradim. Kimga uchraganing kerak emas deyman. Necha kishiga uchrading? 5 kishi, 6 kishiga. Buni aqli senga tushuntirishdimi? Yo'q. Buni aqli yechintirib ko'rishdimi? Yo'q. Bizga deyman, mana shuni qilyapmiz-ku biz deyman, shu ketdi, bizga shu kerak. Biz o'zimiz qilib turganligimiz deymiz-da. Bu o'sha mikroskopik preparatning ko'rinishi.